Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Amansizlar va sizlar bilan Qizilqiya kanalı. Bugun boshladik mana buyursa. Bugun Qizilqiyaning tovuq bozorindamiz. Ko'rib turasizlar, kun sovuq, mana to'da qor, o'zingizda da qor mana kengiri. Qo'ldan kelishincha videoni tartib chiqarib beramiz. Kimga qiziq bo'ladi, kimgadir kutadi. Yoqqan bo'lsa bittadan like-tarni bosib qo'llab qo'yasizlar. Pechkaning ostida choyni damlab, limon choyni novat qo'shib, qaynoqini ichib o'tirib bittadan like bosib qo'yasizlar akalar. Biz boshladik sizlar uchun mana. Qanchadan bo'lyapti induklar aka? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Eti zo'r, so'yishga jaray turganlaridan. Oq qancha? 4000. Jaydari makilar qancha so'mdan bo'lyapti aka? 4000 kami bor. 4000 so'm kami bor, aytilish bahosi. O'zim ko'rgan yerim 3300, 3200, 2500 so'mdan har qanday cho'ng kishnesiga qarab makilar savdo bo'lyapti Qizilqiyada. Hozir maki sotgan, optom maki sotganlardan nomerini qo'yib beramiz. Qanchadan o'tasiz akam? Bronza bir jashqa jetelek cho'ja qo'rozdori bo'lsa 10000 so'mdan kami bor deb. Kilosi qancha chiqadi примерно? 17-18 kilo jubi bor, qiziqqanlarga so'yib jeyim deganlar. Hozirda banya o'ta kuchayyapti. Bizda banyaga olib borib do'stlarimiz bilan shorposini qilib qaynatib ichib turgan variant. Nomerni berasiz, sotib berasiz. Je sotasizmi? Mayli, barakasini bersin. Qancha suradi bozor? Qizigan yeri suradimi? Bermay qo'ydingiz. 8000 so'mga berilib qo'yibdi har birosi. Qanday kanal aka? Qizilqiya deb buyursa, o'zingni yapon xo'rozi bilan qo'sha ko'rasan nasib qilsa. Krasavchik. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi aka yapon? 500 so'm. Kami bormi? Bor. Yapon xo'rozi bu? 500 so'm kami bor variantida mana. Bozoringizni bersin akam. Mana dag'i induk makilar. Qanchadan bo'lib ketdi bunalar aka? Baxtar akani? Mastakda 4000 dan. Mastakda 4000 so'mdan kami bor variantida. 5 kilolikdan mastak. 5 kiloliklar. İçidegiler 2,5 kami bor. 2,5 kami bor cho'ja makilar. Tulok qorozlar 6,5 ming. 6,5 ming. Tulokka jaraymi uruqqa? Uruqqa jaraydi 12-13 kilodan. 12-13 kilo 6,5 ming kami bor. Nomerni bering aka. 37 0777 68 68 49 49. Qiziqqanlar chalaverasizlar. Yaxshi induklardan qilib bering desangizlar qilib berishadi. Qanchadan bo'ldi pullar? Mana ko'taringiz taqsir. Mana. O'daga mana qilinchi boshini. Indukni. Indukni boshini bir ko'tarib qo'ying. 2900 dan olindi. Barakasini bersin. Salivoga ketdi. Bo'ldi akam. Bittadan like. Tovuqlardagi qizib o'tadi. Hozir tortamiz tovuqlardagi. Qanchadan bo'lib ketdi tovuqlaringiz? Tovuqlar 800 dan. 800 so'mdan tovuqlar mana. Kami bormi? Kamini tushunishim. Bo'ldi akam. Qanchadan bo'lib ketdi? Assalomu alaykum. 500 ketdi mana. 500 ga. Cho'ja xo'roz sotildi mana 500 so'mga jerdagisi. Bozoringizni bersin. Bozor biroq o'ta qizib o'tadi. Bugun qor bo'lgani uchun ozroq chiqdi. Qanchadan ekan? Assalomu alaykum. 800 so'mdan kami bor variantida krasavchiklar. Molodez. Qanchadan o'tasiz tovuqlarda aka? Pulini aytib qo'ying, pulini. Mana aytib qo'y. Qanchadan puli? 600, 700, 800, mana qancha? 100 so'm. Voy krasavchik, molodez. Bu yoqda da so'q qiziyotgan yeri. Qanchadan ekan qo'razlar? Pullari. Qanchadan puli? 1000 kami bor. 1000 so'mdan kami bor variantida. 650 ga berasiz. 650, 700 soda bo'lib o'tadi mana. Krasavchik. Men kimetmi? Tovuqlar qanchadan ekan o'va? Ko'p tartaver. Bo'ldi, mana qorasini aytib qo'ying, qorasini. Odoqlab Assalomu alaykum. Qancha mana qora tovuqimiz? 1,5. Maksinilarchi? 400 so'mdan. Qancha so'rayotasiz? Ayshtam. Assalomu alaykum. Puli qancha? Ayshata. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qancha berasiz? Bering endi. O'pdim bo'lganda yaxshi bo'ladi edi. Ayshtam ama bozorning ko'rki. Qizdira turgan kishi mana shu kishi. Siz kelgan kun bozor oncha qizib aytdi. Endi o'zingiz ko'rib Barakasini bersin. Qo'yon qancha ekan qo'yon? Ekoni 1,5 ga beradi. Ikkitasi 1,5. Maşallah. Ona qora qorasi? 1,5 ming so'm. Mana shunday bozor qiziyotgan yerlaridan to'q qancha ekan ejim?
Tovuqda ayting, tovuqda. Tovuqda 8 qo'rozchi. 1,5 ming qo'roz. Maki Adler makilar 800 so'mdan deydi buni. Krasavchi qancha ekan tovuqdaring? Ha? 400 so'm. Narxichi? 500 so'm. Krasavchik, молодец. Oda. Bu yoqda hozirdagi induklar bor. Qo'yib beramiz. Nasib bo'lsa olasizlar. Induk makilar qanchadan aka? Assalomu alaykum dag'bizjon. Son 5 bin. Assalomu alaykum. Makilar bu yoqda ko'p maki. Hozirda bir 5 ta qo'roz bor. Qolgani bari cho'ja makilar, biroq yaxshi etleri yaxshi, men o'zim ko'tarib ko'rdim. Qiziqqanlar bo'lsa, makiga bunday cho'ja ochiram deganlar bo'lsa, mana ko'ringizlar. Nomerni bering aka. 0706 0706 72 74 72 74 80. 80. Qiziqqanlar adres To'mo'yinda. Çolasızlar buyursa bir 40 ta yosh maksi bor, 40 ta bor kam. 50 kosta mı? Aşıga uyda ham bormi? Değil mi? Uyda dag'i bor, qiziqqanlar bo'lsa. Çolasızlar buyursa, mana kimga kerak bo'lsa, nasib qilsa enchiga olaverasiz. Puli qancha puli? 3,5 doğudan şu veriyoruz. Kami bor a? 3,5 mingdan deydi akam. Ozmas shu ham beradi. Assalomu alaykum, sizlar hozir qaytamiz. Dakan qancha ekan dakan? 5000 kam var. 5 kami bor. Non qarangizlar. Dakan qo'roz 5000 so'm kami bor deyilayotgan variantida. Maşallah mana. Sening qancha uka? 2,5 2,5 ming so'm kami bor deydi. Mana qancha bo'ldi ya dakan aka? Assalomu alaykum. 4 kami bormi? Kami var. Oh maşallah. Semiz so'yishga ham jaray turganda. Pul qancha olib ketdi aka? Qanchaga berib qo'ydingiz? 3 mingga. 3 ming so'mga berilyapti. Buni qarangizlar. Sava bozor, dakan bozor. Qancha olib ketdi qo'roz? Mana qarangizlar. Savalar. Jiq. Manalar qanchadan bo'lib ketdi? Pullari qancha? 200 dan 200 so'mdan mana qarangizlar. Qandamay bo'lsa 200 so'mdan tanna bola turgan yer bo'ladi. Ko'ringizlarchi. Uka o'tib olsam mayli. Krasavchik. Uzoqda hozir kanareykalar bor, savalar bor. Barini bir chekadan tortamiz. Assalomu alaykum. Qancha ekan mana savalar? Assalomu alaykum. 100 so'm. Savami? Savani o'zi 1000 so'mdan. Mana qarang. Ona sava qanchadan ekan onalar? Yerdagilar. 500 so'mdan deydi. Savani atak terilgan bunday moshinalarida. Qanchadan qapastar? 500 so'm. 500 dan qapaslardagi bor deydi. Buni qarangizlar. Qapaslardagi bor, savalar bor, kengina bu yoqda kanareykalar ilingan, terilgan variantidan mana qarangizlar. Moshni. Bu yoqda o mashinalar ustiga qo'yib kanareyka savalarni eshit. Qanday sayraydi mana qarangizlar. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan bolalar? Savalar. Hakim aka, assalomu alaykum. 500 so'mdan. 500 so'mdan kanareyka savalar, mana savalar 500 so'mdan deydi. Qapas qancha qapas? 2000 so'm. 2000 non nolashka? Ona janglarchi? 500 dan janglari. Yurak qancha bo'ldi uka? Ko'tarchi mana yozmas. Puli qancha bo'ldi? 150 so'mdan aka. Donasi. Qapaschi qapas. Qapas 800 so'm. 800 so'm. Молодец, красавчик. Красавчик. Qayerdan kelding? Noqatli. Молодец. Xo'sh, noqat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, krasavchik. Noqat O'shdan keldi. Qancha bo'ldi katta? 200. 200? Bo'ldi. Ularni qarangizlar. Koreyskilar qanchadan aka? Eskiler 600 sondan tanımay. 600 dan tanlamay. Bo'danachi bo'dana? Dödeneler 200 son. 200 dan bo'danalar. Ular yapon qo'rozlar bor ekan. Qanchadan ekan? Yapan korozlar 500 sondan. 500 dan. Qo'yanchi qo'yan? Koyanlar cüp 1,5 ming, 2 ming. Yu 1,5 ming, 2 ming so'mdan deydi. Mana tovuqlar qanchadan ekan? 800 dan kam var. 800 so'mdan kami bor variantida. Va qora qo'roz qancha ekan? 1,5 ming so'm kami bor variantida. Buni qarangizlar. Maşallah mana. Mana qo'roz qancha ekan aka?
1,5 ming so'm. Barakasini bersin. Bu yoqda indik bozor, makilarda yaxshi pul bo'lib o'tar. Kelaverasizlar.